Sizlarda yaxshiroq liga bormi? Bo'lsa, yozib qoldiring. Unga qo'shilib olaman. Voy, bizga dahshat o'yinchilar berdi deb qolyapman ham mo'sa. Bizda 2200 ta olmos bor. Unga hozir bitta draft o'yinchi tushdi. 119. Ismi uncha yodimda emas. Bizda yana olmos bor. Yana bor. Qaranglar. Shopga kirasizlar. Draftni mana bu yerda 2000 ta olmosga sotadi. Buni faqat bir dona olasizlar. Bir kunda bir donami shunaqa. Paklarga kiramiz. Bizda yangi pak Ferdinand kelibdi. Men tushirgan o'yinchi 119 Kim Min Jae. Mana bu o'yinchi. Kim Min Jae. Hop, CB. Bu SM. Bizga qaysi biri kerak? Mayli, yangi pakni olgan. Iloyim yurmadi. Kerak. Mananikim. Qancha obunachi kelsa, o'shancha video olaman. Mana profilim. Ozgina shamollaganman, e'tibor bermaysizlar. Mana tarkibim. Menda mana bu odam bor. Shmurodov, o'zbeklar so'ra. Sahira. Bir 118 Berbatov, 116 Alvarez, Ekinso. Nechi endi bu? 116 Ekinso, Jungberg 117, Genrika Tamo 115 ekan. Rama olishimiz kerak. 115 Genrika Tamo, Ramirez 117, 117 gol, 117 Shloterbek, 117 Kobel, 119 Kim Min Jae, 117 Maykon bor. Va bo'ldi. Bundan ortig'iga endi yetishamiz. Eslicho yana bitta Kobel bor. Hozir biz o'ynab ko'ramiz. Va anchadan beri kirmaganimga rangimga e'tibor bermaysizlar. O'sha attak zonasi kartasini o'ynashni yaxshi ko'raman. Va eslatma, legendariy rankiga chiqsangiz, sizning qalqonlaringiz ishlatilmaydi. Ya'ni yutqizsangiz yulduzcha oladi, yutsangiz qo'shiladi. Ronaldo Mqa. Yo'q, sherigimiz, raqibimiz bot ekan. Buni osonlikcha yutamiz. Balki o'yini kuchlidir. Bilmadim. Mana men ham uncha ranki kuchlilardan yaxshiroq o'ynayman. Juda aka-ukalarim zo'rmas endi bo'laveradi. Shuncha rank kapni qayerdan olgan ekan aka? Boshqa tepmoqchi edim. Baratas aytyapman-ku, anchadan beri o'ynamaganimga qo'lim chiqib ketdi. Kecha kirdim oxirgi marta. Fintlarim ham qilinmayapti. Qo'liga tashlab berdimmi? Wi-Fi o'yinda ham ishlamayapti. O'zi break. Oho, vratar qattiq.
Ma. Oho. Kamida 118 bo'ladi baratasi. Telefon qatmayapti, Wi-Fi qatyapti. Bu telefon qatmasa ham kerak yo'q hali beri. O'yin ovozini yo'q qilib qo'yganman. Ovoz chiqib ochib qo'yamiz. Yana qo'liga berganmi? Qiyshiq. Bugun videoni qisqartirib olamiz. Chunki sizlar obuna bo'lmayapsizlarda. $999 Free Fire o'yinida ham asabni buzardi. Hop, nastroyga kiramiz. Mana ID'm kerak bo'lsa, meni nikimni topish qiyin. Hop, audioga kirib, to'g'ri kirdimmi? Ashulalarim ekan. Yavaş qo'yar. Bizda pin yuqorilab ketgani uchun start tugmasi bosilmayapti, ya'ni play. Free Fire'ga qaytishni xohlaganlar kommentariyaga yozib qoldiring. Bu ham bot ekan. Nimaga legendari rankdagilarning ko'pi bot chiqyapti? Legendari axir yaxshi rank-ku. Ko'p botlar o'zi semi pro shunaqada yuradi. World classdagilar ham qattiq o'ynaydi-da. 115 David Ray ekan baratasi. Bu aka rank ola olmasdan siqilyapti. Nasıl dombola oshlar yomon-da hali. Dombola nima? Salto oshlar. O'ynalmaganiga bot deb ustimdan kulmanglar. Men u shunaqa yaxshi o'ynalmayman. Sal qiyshiq tepishli opsiyonmidi? Desam, yo'q, unchalik iyi. Shamranda. Iyi. Qani do'g'lavoy bo'lganda. Iyi. Sharmanda qilma Berbatov. Mana bu agar shu filtr ishlatilmayotgan bo'lsalaring, mana aldashni tepaga ko'tarsalaring ko'taradi. To'pni. Ye. Shu ham gol emasmi? Tinchgina Roblox bilan Free Fire o'ynab yuraveraman ekanda bo'lmasa-mi? Ikkiga ikki qilib qo'ymagan bo'lsin.
Birinci videomuz tamam. Ve sizler bilen Casper Gamer bu. Hayır.